Hurmatli Facebook arkadaşlar va guruh arkadaşlar. Men bugun xeyli xushman. Bir oshpaz varzidani oldida o'ltiryapman. Albatta Habibullo Ismati kim demaylar. Mana Habibullo Ismati mana shu kishi mashallah Kichik Qavmaruzdan Anxuy ulusvoligidan Kichikxonada qaror topgan bu kishi har vaqtki bu odam kerak bo'lsa, meni istasanglar, men inshaalloh men bu odam nodirasini aytaman. Men bugun juda ham xushman. Mana Rais sohiblarda qaror topganman. Albatta Qariyoy aymoqxona. Qariyoy aymoqxona Ulusvoli Qo'rg'on Masjidi Ittifoq Lofi aymoqxonada qaror topgan bizlar. Faqat Samat raisni avllarida Usanjonni to'yi inshaalloh tarix 1405-yilni Saraton oyining 26-si. Adashmasam, Rais sohib shu raqam emasmi? 26-sida qaror topganmiz. Mashallah bu oqsham taqriban 30 sir birinchi pishiramiz bizlar. Mana oshpazdan bir nechta savollarim bor, savolimga javob bersinlar. Oshpaz aka, qadam avvalda nima tish etasiz? Mana go'shtni tashlayapsizmi? Avvaldan go'sht tashlayapsiz buni, go'shtni pishirasizmi? Qaysi shaklda qilasiz buni? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hammat ko'ruvchilarga. Avvalin bir salom aytaman. Do'mim bor, mana shu avvalin shurudan mana shu suv mana bu qozonni sho'rbasi mana shular ko'rsatavering. Mana bu sho'rbadan shuruv, mana bunda bo'lsa go'sht pishdi. Bundan sonra boradi bu go'sht pishgandan sonra narki qozonga avvalin bor savzi. Savzini ustidan go'shtni ustidan pasina piyoz taylanadi. Piyozni ustidan inan savzi. Savzini ustidan mayiz. Mayizni tiktayladi bir qat birinchi. Pasina bir qat birinchi ustidan yana bir qat mayiz taylanadi. Bir qat mayiz ustidan yana qatma-qat mana shunda to birinchi go'sht mayiz. Ya go'sht hammasi tayda qoladi. Aytdimki. Do'mi go'sht. Go'sht tayda qoladi, do'm savzi. Masalan, birinchi keldi endi, birinchi yuvasizlarmi? Birinchi avvalin bu qozonda yuvamiz, bir dafa boshqa maydonda bir qozonda, bundan chilov so'piya chiqarib olamiz. Chilov so'piya olib mana bu suvni bu katta qozonlik suvi qaynoq. Bunga taylan bunda xo'p, say buni ichida hech mushkula qolmaydi. Yuvib bundan oladi, yana chilov so'piya chiqarib, yonboshqa bir qozonni suvdan to'ldirib, har chilov so'pini ustida 4-5 avgardan suv taylab, xo'p, say birini qo'ldan chiqaramiz. Ondan sonraki bo'ldik u qozonga bordi, avvalam darom aytib o'tdim, avvalo savzi qozonni tayla, do'mi go'shtni ustidan bir qat piyoz yaratiladi. Piyozni ustidan nima taylanadi? Yana savzi taylanadi. Mashallah. Savzi xalos bo'ldi, sonra nima buni ustidan bir qat mayiz yaratiladi. Mayiz yaratildi, yana bir qat birinchi. Yana bu birinchi do'stdan yana bir qat mayiz. Sirf birinchi bilan mayiz qoldi boradi. Bu bir qat to xalos bo'lincha 4 chilov so'p yo 5 chilov so'p qancha bo'lsa, shuni bilan xalos bo'ladi. Oxiri nimasi bo'ladi? Mana bu suvi. Birinchi taylab bo'ldi, suvni tashlab, mana sho'rvani suvini ham ustidan beramizda. Alavni qo'yib palov bo'ladi inshaalloh, Xudoning xohlagan bo'lsa, nasib bo'lsa. Sonra buni biron soat damlab qo'yamiz, shuni ustiga yopib qo'yib, ondan soatoy namozgarda deyar 6:30 bajada yog' taylaymiz. Yog'ni mana shu yog'ni alayda to'q qilasin boshqa qozonda. Qozonda boshqadan ana shu qozonni qo'plab, yuvib safo qilamiz. Shunda yog'ni davrab dog'lab, birinchi ustidan qo'rib, bir yog'dirab oxirin nimasi? Marhalasi shu ekanda. Uni oti sira dog'lama palov deymilar. Dog'lama palov, anqo'ylar dog'lama palov. Mashallah. Ofarin, qancha sir birinchichi sizda damlab ko'rgansiz? Baxtlar shu qozonga 30 sir ketadi, anqo'ydan 35 sircha ham bor, shunga 30 sir ketadi, shuni to'ldirib pishirib olamiz. Ey mashallah. Unda shu o'zingiz tanha o'zingiz 100 sir birinchi ham damlab ko'rgan vaqtingiz bormi? 3 qozon bo'ladi, qozonni ko'paytirib borsangiz bo'laveradi. Mashallah. Har qozon 33 sir, 34 sir, hatto 35 sirgacha shunda pishirdim. Bundan balandti to 2 sirdan 35 sirgacha. Mashallah, ko'p xush bo'ldim. Mashallah, mana bugun Samat raisning o'g'illarining to'yida mana do'stlarimiz bor, mana shogirdingiz ham bor ekan, mana Fayzulla aka, mana Habibullohxon aymoq bor, albatta Qori Davud aymoq, mana o'zim mana mashallah mana Hafizullo bor, mana Rahmatullo Amiriddin Soqi, hamma soqilar, xulosa, soqi hamma